ildizlatishni eng oson yo'li. Birinchi marotaba qilayotgan odam ham bexato ildizlatadi, Xudo xohlasa. Qalamchi tanlayotganda qotganini tanlash kerak. Kesgandan keyin tagini qotirib olish kerak. Biror soat turadigan bo'lsa, tagi qotadi kesilgan joyi. Bu sariqlarini olib tashaladi. Bu sariq barglarini olib tashlash kerak. Suvga tushadigan bo'lsa, chiritadi. Tuki bo'ladi. Tukini ham qo'lda ishqab tashlaysiz. Bo'ldi. Suv, ichimlik suvi yo bo'lmasa qaynatilgan suv. Karnavin 2 grammi 1 litr suvga aralashtirib yorasiz. Suvni o'zida qilsangiz ham bo'ladi. Suvga solayotganda tana kattaroq, qalamchi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri suvga solaverasiz. 1,5 sm, 2 sm undan ko'p suv quymaslik kerak. Bo'lmasa chirish ehtimolligi ko'payib ketadi. Suv nomiga tegib tursa bo'ladi. Bizda 1 sm turibdi. Endi agar kichikroq bo'ladigan bo'lsa, tagiga salfetka solib ko'taramiz uni. Suvga ko'p botib turadigan bo'lsa, chirish ehtimolligi shunchalik ko'p bo'ladi. Bu kichkina bo'lgani uchun buni agar biz tagigacha soladigan bo'lsak, havo aylanmaydi stekanning ichida, unda ham chirish ko'p bo'lib qoladi. O'shaning uchun salfetka solib ko'tarib olamizda, suvni salfetkadan yuqoriga chiqarmaymiz. Shu salfetkadagi o'zi namlikning o'zi ham yetarli bo'ladi. Suvimiz mabodo aynib ketib, qorayib ketadigan bo'lsa, hidi chiqishi boshlaydigan bo'lsa, suvni almashtirib yoramiz. Buni hozir aynimagan holati yaxshi, shu holatda turaveradi. Bo'ldi. 18 gradusdan yuqori bo'lgan yorug' joyga qo'yadigan bo'lsangiz, gulli sortiga, sharoitingizga qarab turib 10 kundan 20 kungacha ildizlari chiqishni boshlaydi. Suvga solganingizdan keyin 4-5 kun o'tgandan keyin gulingizdagi o'zgarishni ko'rishni boshlaysiz. Tagi oqarishni boshlagan. Shu ildiz chiqarishga tayyorgarlik qilyapgani. Ustidagi barglari sarg'ayib ketishi u tabiiy holat bo'ladi. Undan cho'chimasangiz bo'laveradi. Harakat qilib ko'ring, albatta o'xshaydi. Bu eng oson usullaridan bittasi va eng ishonchlilaridan bittasi. Foydali bo'lib qoladi.